Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Bugun bizningki G'arbninki bugungi jamiyat haqidagi leksiyalarimizning 8 qismini boshlaymiz. Bu qism sunniy aql haqida bo'ladi. Sunniy aqlni sunniy zehn deb tarjima qildik, ammo o'xshash meningcha. Sunniy aql deb olsak bo'ladi. Inglizcha artificial intelligence. Endi bizningki mush leksiyalarimizningki bir qilipi bo'ldi. Oldi bilan men misol beraman, andan misolni analiz qilaman, oxirsida yakun chiqaraman. Shu qilibda ma'naman. Bugungi bu tema sal o'zgacharoq, chunki bu sunniy aql haqidagi temada men u sunniy aqlningki murakkab texniklik alayliklar haqida yamanjiq so'zlab ketmayman. Onunga o'zinglar kitap ko'rib olsangiz bo'ladi. Men faqat uningki insonlarningki kelgusiga qarta qandoq bir ta'sirlari, xislari va xatarlarining borligi haqida to'xtalman degan. Xo'sh, oldi bilan sizlarga Jeffrey Hinton degan bir odam tanishtiray. Bu odam Amerikada Google shirkatida yaman cho'ng mutaxassis bo'lib ishlagan. U odatda mushu sunniy aqlninki atıllarının biri deb qaraladi, atisi deb qaraladi. The Godfather of AI deydi. Hem de bu Godfather deganni biz tarjim qilolmagandan keyin bu xristianlarning atalg'usi atisi deb tarjim qiladi. Bu yaqinda o'zining Google'dagi xizmatidan istifa berib, o'zi bir ömür söygen ve uni barliq keltirib taraqqiy qildirgan mushu sunniy aql haqida o'zining andishlarini o'ttirib qo'yib, mundaq deydi. Bu narsa bizning aqlliq bo'lishi mumkin. Yani sunniy aqlni deyapti. Hem bizning o'rnimizni elishi mumkin. Men hamda qandaq qilgan vaqtda mushning oldini og'ili bo'ldiganligi haqida ansirashga boshladim deydi. Hamda sizlar so'raysizlar, bu o'zing taraqqiy qildigan narsani hamda qo'pab uningki insonlarning o'rnini elib olishni oldini olish uchun hamda bir qadar ta'tirsiga mengayotamsa, sen buni ilgari tadqiq qilgan vaqtingda, taraqqiy qildigan vaqtingda bu xil oqibatlarni o'ylamaganmiding deydigan gap chiqadi bu yerda. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desanglar, yaqinda dunyo kino sohasini xeyli zo'r darajada astın üstün qilib zilzil qo'zg'agan bir kino bu Oppenheimer deydigan. Bu Angliyalik Christopher Nolan deganninki rejissyorlik ishlagan kino. Bu buningda shu atom bombasining atisi deb qaraldigan Yahudi ilm-fanchi olim Oppenheimerninki shu nimadagi Amerikadagi Los Alamos atom bazasidagi berib shu yerda atom bombasi qanday yasab chiqqanligi va bu atom bombasini Ikkinchi dunyo urushi vaqtida Yaponiyadagi ikki shaharga Hiroshima bilan Nagasakiga atganligi haqidagi voqealiklar va uning nihoyat murakkab ro'yi to'qinishlari, axloqiy to'qinishlari bor. Ya'ni u insonningki g'oyat zo'r o'lishini kelib chiqaradigan dunyoninki siyosiy, geopolitik butkul holatini tüptün o'zgartiradigan bir xil qo'rqinchli bir qurolni yasab chiqqanligini haqida hikoya. Ammo u shundan bilan bir vaqtda buni yasag'ich bulasibdilar, o'zini aytib bir cho'nqur bir pushaymonni ham ifodalaydi, ham ifodalamaydigan yer, murakkab bir holat. Bu Hintonninki qarashlarimiz shunga o'xshab ketadi. Xuddi u o'zi biladigan, qilgan, ammo bilib taraqqiy qildirib qo'ygandan keyin tuyuqsiz qarsa o'zining qo'ldan chiqib g'oyat zo'r talaffuti zo'r bo'lgan bir qurolga aylanib ketadiganligini ko'rgandan keyin bu vahimiy ishga, qo'rqishga boshlagan deyishki bo'ldi. Oppenheimerda mazrat bir narsa bo'lgan. Bu yerda bir o'rtaqlik bor. Demak, bu yerda bir narsa qistirib o'tib ketdi. Ilm-fanchilar odatda ma'lum bir tadqiqotni qilgan vaqtida uning insoniyatga qancha foyda ziyinni o'ylash kerak. Ham ko'pincha o'ylashdi deb qaraymiz. Ama bazı ilim fanlar borki, buningda ilm fanchilar buni toza o'ylab ketmaydi. Ya o'ylasimi
to'xtab turamiz, tadqiqotimizni qilala yoki anandan bir yordam pul ala yoki bir mukofot yoki buningga bir projeninki nimasini xamchotini hukumatdan ol degandek nurg'ulg'an ishlarni o'ziga bana qilish orqali taraqqi qildirib berdi. Ana oxirida lekin uning taraqqiy qiladigan narsa insoniyatning taraqqiyot uchiga ziyonli bo'lishi mumkin. Bu shuning kirib ketadigan bir ishlar. Hamda uningga ulab yaqinda shu Twitter yoki hozir X deyildi-ku, mushuninki hozirgi boshlig'i va Tesla'ning boshlig'i SpaceX deydigan bir programma bor. Buning boshlig'i bo'lgan Elon Musk mingdan ortiq shu texnika rahbarlar bilan birlikda bir ochiq xat e'lon qilib, sun'iy aql haqidagi keng ko'lamlik tajribalarga qarata bir to'xtalishni o'ttirib qo'ydi. Chunki ularning deganida naql bu jamiyatga va insoniyatga cho'nqur xatarlarni elib keladi. Naql degidi. Xo'sh. Twitterning o'zi sun'iy aqlning bir mahsuloti. Biz ishlatayotgan telefon sun'iy aqlning emas. Shuning uchun bu aqlli telefon deyildi-ku. Hozir o Tesla'ningki elaqa şopersiz mağdığan texnikalar var. O mu? Şu sun'iy aqlninki neticesinki birisi. Unda oğa vaqtda bu sun'iy aqldan bevosita foydalanib pul tepayotgan bir odam nima uchun o'ziga pul tepayotgan bu sun'iy aqlni aql haqidagi tadqiqotlarni to'xtatib turishni tashabbus qiladi. Bu yerda u qo'rqayotgan narsa nima? Xuddi Hintonga o'xshash. Bu yerda bular qo'rqayotgan bir narsa bor. Nima uchun bu narsa ularni qo'rqitdi? Hamda Yuval Harari deydigan bir adam bor. Buningki o'tganda dedim Sapiens degan bir kitob bor. Insonlar haqida nihoyatda yaxshi yozilgan, nihoyatda bozorli qo'ygan bir kitob bor buningki. O hozir shu nimaninki Dünya iqtisod munbirininki baş maslahatchilarining birisi yaqin nihoyatda g'alati gapni qilgan bo'ldi bu. Buni bir gapini dey. Yaqin degan gapida bu dediki, biz insonlarning mengisiga chiplarni, ya'ni o'tkazgich chiplar bormi telefonningki nimasi. Shu chiplarni sap qo'yishimizning hojati yo'q. Buni sun'iy aql qila oladi deydi. Bu deganning o'zi insonlarni buningdagi sun'iy aql boshqara oladi, manipulyatsiya qila oladi dedi. Shuning bilan bir vaqtda biz mashina odamlarni ish qilish orqali insonlarni butunlay yo'qotib tashlashga ehtiyoj emas. Chunki buni yana sun'iy aql ishga oshira oladi dedi. Biz qarasa haqiqat, biz qarasa qo'rqinchli gap bu. Nadi hissiyatsiz. Naytalaqa soğuqqanlıq bilan aytilayotgan qo'rqinchli bir faraz. Onun yana bir gapi bor. İnsanlar hamda haqligili bo'ladigan hayvonlarga aylandi deydi. Bu nima degan gap? Bu degan gap insonlarning nerede turayotganligi, bilgili bo'libli qolmasdan balki ularning nima o'ylayotganligining bilgili bo'ladi degan bir gap bor. Onu nimani o'ylayotganligini bilgandan keyin bizning hech qanday bir sirimiz qolmaydi. Shaxsiyatimiz qolmaydi. Biz ochiq bir kompyuterga o'xshash bir nimaga ulabla ishni olsa, qandaq yukilmalarning borligi, qandaq hujjatlarning borligi, qaysi batlarning ko'rilganligi qatorli uchurlarni chaqmoq tiziga topa olamiz degan gap. Demak, inson bilan eng oxirida kompüterningki farqi qolmaydi yoki qo'l telefonningki farqi qolmaydi deyotgan gap edi. Unda bo'lsa, insonning kallasi o'qiladigan bo'lib qolsa, u vaqtda bu qo'rqinch bo'ladi bu unda bo'lsa. Ya'ni biz de turli xiyollar bo'ldi, hissiyotlar bo'ldi, o'ylar bo'ldi, tafakkurlar bo'ldi. Biz hukumatga qarshi ba'zi tafakkurlar bo'lishimiz mumkin, ba'zi shaxslarga, ba'zi rahbarlarga qarshi bo'lishimiz mumkin. Ama bunu bilib olsa, buning uchun biz jazolanishimiz kerakmi? Agar bunda bir texnika, hokimiyatlik bir davlatning qo'liga tushsa,
hakimiyetlik bir müstabetning qo'liga tushsa, uning ostidagi fuqarolarning hammasininki kallasi har vaqt tekshirilib turilib, har vaqt senzur qilinib turilib va har vaqt jazolanish, hatto yo'q qilinish mumkinchilik bo'ladi. Xitoyning ketayotgan yeri mana shu. Xitoyda bilisizlar 100 tonish texnikasi batdi. Mana shu aqliy sun'iy aqlning cho'ng muvaffaqiyatlarining birisi. Hem onundan artıp adır Xitayda ictimai kredit sistemi setilen bir sisteme çıktı adır. Xitay'nın bütün pulu bankada elektronluk pul şekli yani dijital ya rakamlık pulga aylandı. Bunun bilen Xitay'daki bütün nesini Xitay görüp durarlar. Pulun nereden nereye meňiwatkanlygyny 5 golda görüp durarlardı. Hatta ki ictimai tüzümlüge insanlık xilaplık kıyğanlarının ki bütün uçurları ekranlarda şu zaman görülüp duruldu ve ulağa koyulduğun cerimana ulanınki bank hesabatıdan çakmak tizigide ilinip durdu. Hem ulanınki ictimai kredit numar deydiğen numarları tartılıp durdu. Eğer ulanın numarı tartılıp numar az kap kalsa ulanınki hareketi dəxil təzir kuşur. Yani ular məlim yəki baranmaydı, məlimlə setib olanmaydı, balları məlim məktəb əvətənməydi, qatarlıq nurğulluğum cəzalaş tədbirdir bu yerdə. Bulanın həmmisi Xitayda iş vatıdı. Onundaki təqdimi qoğunuşluqı bu gap bir qıtımda xəbər bir çıxqan. Ular həttaki hissiyatda oxuş texnikasına erişdi deb qaralıb atdı. Amma bu toğrusunda tədqiqatlar və bu toğrusu xəbərlər təxə uçqaşqar bolma. Yəni bu degan gap, məsələn bir Uyğur koçada ketib atqan bolsa, onun çıray ifadesi qarab turib, onunda qançılıq qəzəb nəfrətlə bağlılığını hesablaşlar arqılıq. Məsələn, çıray közünün şəkli, burunun şəkli, ağzının şəkli, çırayının türlüşü, közdəki eliqi biz məsələn qəzəblənən vaxt gözümüzdə bir açıq, soğuq bir nur çıxıdı o. Qatarlıq nurğun nərsəni bu sünni aql çaqmaqdızga analiz qilib yakınını çıkarıp verdi. Ama bu mükemmelleşmek bir teknika. Mükemmelleşmegenliki Uygurlarının yani bir talabıdır. Yani bu mükemmelleşsin, Xitayning olan çatığı yok. Tutuduğun tutalı. Yani çırayda gazap ifadesi bağlanı. Mesela uyda bir ayarla uruşup kalgan bir er bolsun mu, onu hükümetke karşı dep qaraş mümkünçük bol. Bularının kılıbatqını bu. Tegideki maksat bu. Yani hükümetke karşı bolgan, texe tutulmagan ve yoşurun xatarlı dep qarılıbatqan Uygurlarını koçularda senzor qilish. Ulan tekshirish. Bularning hammasi mana shu sun'iy aql tarafidan elib berilyapti. Xo'sh. Hamda sun'iy aql degan nima? Sun'iy aql deganimiz mashinlarni xuddi odamlarga o'xshash o'ylaydigan va o'rganadigan, qiladigan fanni ko'rsatadi. O bazı narsalar insanlar qılayotgan ishlarni buningdan mashina sun'iy aql qiladi deymiz. Qiyğa vaqtida o insonlardan nihoyat tez, to'g'ri va sijil qila oladigan iqtidorlarga ega. Hamda hozir insonlardan mashina odamlarningki aql jihatdagi farqi bag'ansiri yo'qab, hozir darajadan tashqari aqlliq sistemlar o'ttirg'a chiqib atadi. Masalan, biz ilgari bundan necha 10 yillar ilgari dunyodagi shaxmat peshvolarining biri bo'lgan Kasparov bilan Deep Blue deydigan bir nim bor. Cho'nqur ko'k deydigan bir programma bor. Shular shaxmat o'ynagan. Shaxmatda asosan insonlar sun'iy aql bilan inson bir qitim yengdi, sun'iy aql ikki qitim yengdi. 3 qitim tanglashidi. Shuning bilan oxirsida inson yengilgan bo'ladi. Yani insanın en bunda deyişinin sebebi sun'iy aql shaxmatdagi masalan 64 kapakchidagi urug'larninki insonlarning en çok o'ylaydigan 3 Kasparovdagi odamlar 7-8 qit oldin yurishni o'ylab mang'alaydi deb qaraldi ekan sayensda, nimada ilm fanda. Bu nimaninki net yüzde hozir necha mingga necha million berib bo'lganda uni bilmayman, ammo bu qadar tez. Har bir masalan bir uruqni yo'tkizsak, shu uruqqa aloqador butkul mumkinchiliklarni şu zaman bilip olaladı. İnsanlık için vaqt ketadi bunga. Şuna bu jihat elib atgan vaqtda asta bu sun'iy aqllar bilan insonlarningki haliqi basishi tugaydi. Yani bu mu dal ana shu ismini o'tgan insonlarningki ansirab atgan nuqtalarningki birisi. Albatta hamda bu yerda
sun'iy aqlni hamda hozir bu Elon Muskning gapikilayli kontrol qilish, boshqarish, dunyoviy bir sun'iy aqlni moslashtiradigan, uni boshqaradigan va uni kuzatib turadigan bir muassasani qurish kerak degan chaqiriqlar olimlarning orasida, texnika yetakchilari va rahbarlarning orasida bag'ansiri kuchayishga boshlanyapti. Ammo bu u qadar oson ish emas. Oson bo'lmasa nima desa, u bir torni yoki boshqa bir narsani kuzatib, uning ustidan senzur olib berishdek unda oson emas. Twitterni shunday qilib bo'lishi mumkin. Ham uning ichki qismini shunday qiladi. Facebookni shunday qilish mumkin. Ham shunday qilib kelyapti. Ammo butun bir sanoat, bir ilm fan nuqtasi bo'lish sifati bilan sun'iy aql yomon jiq sohalarga chetilib ketgan murakkab bir ilm fan. Masalan deyli, bizning ilgari sovuq munosabatda urushda Amerika bilan sobiq sovuq ittifoq o'rtasida yadro qurollarining kengayishi, baslishish, musobaqaga tushish, ularning insonga keltirgan xatarlar haqida nurg'unlagan talash tortishlar, nurg'unlagan xirislar bo'lgan. Hatto tas qolgan Amerika bilan bu sobiq sovuq ittifoqi Kubaning atrofida tas qolgan yadro urushi bo'lgan. Mushundaq ahvolda hali bo'lyapti hozir. Hozir yadro urushininki tahdid tugimida. Hozir Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi to'qinishda bu ehtimollik bag'ansir kuchayyapti. Hattoki yaqinda tunigan Rossiyaninki yuqori darajadagi bio qurollar masal ikki harbiy odam o'rtaga chiqib, Amerikaninki Ukrainada nurg'unlagan biologik tajribaxonalarni qurganligi va bu tajribaxonalarda Rossiyaga qarshi virusni qo'yib berish uchun Amerikaninki armiyasiniki Rossiyaga yaqin bo'lgan Ukrainaninki sharq tarafiga bag'ansir markazga o'tirib qo'ydi, ansirishlik ifodalaydi. Bu nima demoqchi o'g'lim, yadro qurolining ta'siri tugmadi. Ammo yadro qurollarini cheklagan vaqtimizda, masalan, uranni quyuldirish, uranni ma'lum bir bosqichdan keyin uni yadro qurollar ishlatish qatorli bosqichlarda ma'lum bir kontrollarni olib bo'ldi. Bu bir materiallar bilan bo'lgan narsa bu. Shuning uchun bu, masalan, Eronga qo'yilayotgan yadro qurollarini yasamaslik haqidagi embargo yoki bu jazolashning hammasi ma'lum jihatda unumli bo'ldi deyishga bo'ldi. Ammo u Eronning haqiqatan yadro qurollariga ega emasligiga u yana bir boshqa bir gap. Ammo bu sun'iy aql uning aldirib o'xshab ketmaydi. Chunki buning bunday deyishimizning sababi bunida ma'lum bir materiallik bilan, masalan, hozir Amerika Xitoyga Trump davridan tortib Xitoyga eksport qiladigan yerim o'tkazgich, shu sun'iy aql ishlatiladigan yerim o'tkazgichlarni jiddiy cheklama qo'ydi. Buning nisbatan Xitoy xeyli zo'r darajada alsirayotdi, ham chiqirayotdi. Ammo buningliklarla Xitoyni bularni qiyg'ilib bo'lmaydi yoki bu Xitoylar buni hargiz buninglar ilgirlayolmaydi deyishga bo'lmaydi. Chunki Xitoylarmi o'zininki shu yerim o'tkazgichlarni yasash sanoatini taraqqiy qildiryapti masalan, Amerika tayinib qolmaslikni. Ammo Xitoyning bu jihatdagi sanoat asos tegidan kuchli bo'lmaganligi uchun Xitoyning nimasi Amerikaningidek u qadar tiz emas, ammo tiz bo'lmaydi degil bo'lmaydi. Shu jihatdan ilib aytgan vaqtida bu masalan bu sun'iy aql sistemalari ma'lum jihat ilib aytgan vaqtda bir qadar materialga beqinib ketmaydigan yadro qurollariga o'xshash yoki ximiyalik qurollarga, biologiyalik qurollarga o'xshash. Endi ikkinchisi o'zini taraqqiy qildirish bir alaylik bo'ladi bu sun'iy aql. Masalan, u uyg'unish, mashinaning uyg'unish bir iqtidori bo'ladi. Ma'lum bir bilimlarni uningga biz bag'ansir silayvergandek, uchurlarni silayvergandan keyin u asta-asta bu uchurlarning ichidagi bir endizini, bir qilibni topadi. Bu insonlarningki dunyoning uyg'unishiga bog'liq o'xshash narsa bu. İnsanlarımı dünyada bir endizni bayqash orqali qalamqanchilik ichidan bir tartibni tepib chiqib, anandan onu ilmga aylantirdi. O bir endizni topolmasak ko'p hollarda dunyoni tushunolmaymiz. Men o'zimninki o'lishindagi yashaysa degan kitobimda mush sun'iy aql va mush endizni tepishdan muhimlik qatorliq to'g'risida xeyli zo'r darajada to'xtalganman. Agar qiziqsanglar shu kitobni o'qisanglar bo'ladi yoki boshqa kitoblarni o'qisang bu jihatda yomon jiq narsalar bor. Shu jihatda ilib o'tgan vaqtda o sun'iy aql to'sib olish qiyin bo'lgan, kontrol qilish qiyin bo'lgan bir qo'rqinchli bir kuch bu. Chunki u o'ziga nelaydi. Hamda yana bir yeri
o'zi o'rgangan vaqtida hamda bir narsani qistirib o'tib ketay, sun'iy aql mohiyatda insonning aqlini asos qilgan. Bunda deyishimning sababi insonninki tafakkurning bir qilipi bor bilasizlar. Bu qilip nima desa logika. Aristotelning 3 hukmlik logikasi insonninki butkul tafakkurninki qiliplari va andizisi haqidagi eng yuqori darajadagi bir sharh yoki uni ifodasi deyishga bo'ladi. Shunga boshqa mashinlar masalan deylik bir matematik formulani inson isbotladi deylik. Shuning jarayonlarini mashinani o'xshash qiladi. İnsanlar bir matematik isbotlashga masalan x birni qo'shdik, o 2 bo'ldi. X'ning qiymati qancha desak, x'ning qiymati 1 bo'ladi bu yerda. Buni insonlar shu x'ni shu tepish kerak bu yerda. 3-4 bosqich keladi buningga. Mashina ham shunday qiladi. Mashinaning jarayonlari shunda bo'ladi. Shunda yoki insonlar shu programmalarni tuzib, uningga bir algoritm bekitdi. Ya'ni algoritm deganimiz shu natija kelishdagi jarayonlarni barliqqa keltiradigan o'yinning qoidasini tuzib berdi. Ya bir yurish tartib bilan tuzib berdi. Mana manda qilsang, manda bo'ladi deydi. Uni mashina o'rnatib berdi. Masalan, hozir chatbox deydigan bir narsa chiqdi. Uningda hozir mavjud bo'lgan uchurlarni mashina bizning talabimizga asosan, ya'ni bizning talabimizga algoritm degan gap. Bizning talabimizga asosan uyushtirib, bizga yangi bir uchur chiqdi da suna oladi. Masalan, bir maqolani bizga yozib beradi. Bu jihatdimi chatbox'ninki nurg'ulg'an xillari necha ming xillar bor o'xshaydi uninki. Bu xillari bag'ansir a'lolashyotadi. Iqtidori bag'ansir eshyotadi. Qataliqlar. Ammo gapim qaytib kelsam, bularninki chegidan foydalanadigan insonlarninki tafakkur qilish asoslari, tartiblari bor. Ammo insonlarninki bu masalan ma'lum bir masalada insonlarning bu tartibda shu natija kelishiga ma'lum vaqt ketadi. Ammo sun'iy aqlga sekund ketadi. Sekunddan tuvan ketadi. Hozir bag'ansiri kuchayotadi. Xo'sh, shunda bo'ladi ekan, bu sun'iy aql agar insonlarninki bu shu asrdagi eng chong xristianlarning biri bo'lsa, bu xristian qaysilar? Bu yamancha xristian bor buningki. Ammo men asosli qilib bir necha xristianni tanlab diqqatingizga sunmoqchi. O'tganki darsimizda azroq deb o'tib ketdik. Sun'iy aqlni insonlar keltirgan eng chong xristianning birisi avtomatlashtirish jarayoni, ya'ni sanoatni, bizning kunlik turmushimizni va bizningki hayotligimizga munosabat qo'ygan ba'zi bir jarayonlar, masalan, fabrikalarni, bank sistemasini, qatnash sistemasini va sog'lom saqliq sistemalarini sun'iy aqllashtirish, avtomatlashtirish. Avtomatlashtirish degan gap degan vaqtda avtomatdagi auto degan gap qadimgi grek tilidagi gap bo'lib, buning ma'nosi o'z-o'zidan degan gap, o'zi-o'zini degan gap. Avtomatik degan gap o'zi taraqqiy qildira oladi, ham taraqqiy qildira oladigan sistema degan gap. Bu nima degan gap? Insonlar yo'q bu yerda degan gap eng oxirisida. Insonlar qolmaydi, mashina qilib ketadi bu ishlarni. Yoki insonlarning qo'lidan insonlar hozir qilayotgan ishlarni ola oladi dedi. Masalan deylik, agar bankdagi hozirgidek ahvol bo'lsa, agar xuddi g'arbda ba'zi davlatlarda hozir jiddiy munozara qilinayotgan, Xitoyda allabun ishga ish bo'lgan hozirgi Markaziy bankninki Central Bank Digital Currency degan hukm bor hozir. Buni cho'qim topmasang bo'lmaydi. Bu muhim hukm bu. Bu degan gap Markaziy banka raqamlik pul degan gap. Yoki Markaziy bankninki digital puli degan gap. Bu nimani bildirdi degan vaqtda bu bizningki kelgusida qog'oz yoki tangi pulni ishlatmay, pulni elektronik pulni ishlatadigan bir davr kirdiganligimiz. Ba'zi davlatlarda bu bo'lib bo'ldi. Uni demasak, masalan, Norvegiyada, boshqa davlatlarda asosan qog'oz pulninki aylanishi 2-3% dan oz ekan hozir. Demak, bu nima kirib qoldi. Ammo agar bu yerda biz bu xil texnika qo'llanib kelsa, xuddi Xitoy bu orqali shaxsning hammasini ko'rib turgandek, g'arbdimi shaxsninki butun ishlari, iqtisodiy ilm birimlari ko'rilib turishi mumkin. Bu bir qo'rqinch narsani keltirib chiqardi deb qaralyapti. Xo'sh, gapim keladi. Agar mushundaq mengayversa, nurg'un sohalarninki o'rnini mashinlashish, avtomatlashish olsa va ba'zi ig'ir emgakni talab qiladigan sohalarni sun'iy aql bilan qurollantirilgan mashina odamlar olsa,
o vaqtda keng ko'lamlik ishsizlik kelib chiqardi. Bu yerda Goldman Sachs'ninki Amerikadagi yaman cho'ng bir bu nima corporate bu. Buningki nimasida farzda 2030-yilga borgan vaqtida 300 millionga yaqin to'liq vaqtliq ish o'rni amaldan qilish mumkin dedi. Bu bir faraz. Hem bunun qanchalik qanday bo'ldi? Hem de bu yerda yana bir cho'ng bir masala bor bu yerda. Mayli 300 million xizmat o'rni avtomatlashib ketsin yoki 100 million avtomatlashib ketsin, bu 100 million odam nima ish qiladi degan bir savol bor bu yerda. Buni kim boqadi? Qanday boqadi? Bu 2030'lik gap. Yani 20 yıl ötep 2050'ga borsa, o vaqtda bu 300 milyon 3 milyar yoki hozirgi aholi 8 milyarddan hammasini ishdan qoldirish mumkin. O vaqt qanday bo'ladi? Jamiyat qanday funksiya qiladi? Pul nereden keladi? Pulga bo'lmasin ma'qul deb turli. O vaqtda biz haqiqatan shu Marks degandek hayliq kommunizmga yetib ketamdiqandan o vaqtda ishlamaymiz, o'zimizning ehtiyojga qarab turib hükümet bakamdı bizni. O vaqtda bu hükümet baksa, hükümetki bu pul nereden keladi? Bu hemen murakkab meselelerini keltirib chiqardi bu. Şuna bu oyliqi noqolalda bir avtomatlashish emas bir sahaninki yoki sanoatninki, balki bu insonlarninki kelgusidagi taqdiri ve hayotlik haqidagi biz o'ylab bakmagan, o'ylab beqishmi abay dedim go, men buni jiqir men o'ylab bakanmayman bu narsalarni. Nayt bir cho'ng inqilab xarakterlik o'zgarishlarni olib keldi. Shuning uchun bu Elon Muskning bir gapi bor. 5-10 yildan keyin bizda olam shumul o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Biz ya yengilimiz, ya yengimiz deydi. Hintmi shunda deydi. Uning yana bir gapini o'qisam, shunda debdi. 5-10 yil ichida agar biz sunniy aqlga qarata bir kontrollik, bir dunyoviy bo'yicha bir uni bir maslashtiradigan, uni bir boshquradigan bir sistemni qurolmasak, aqibetimiz paraz qiyg'usiz, hattoki asli keltiruvchilarda qo'rqilish bo'lishi mumkin dedi. Yoki aql qaytug'usizlarda ichinchi bo'lishi mumkin dedi. Bular bir narsani ko'rib o'tadi. Hamda mishayda bir narsani men nim qilib qo'yay. Samonlar deb qo'yay. Ota-onalarga bo'ladimi? Buni men yana bir nutqim so'zlayman, keyin meni bir taklif qilib o'tadi bir nutqqa. Şunu texnik kinayetib so'zlayman, bugun faqat shuni chiqaray buningki. Buningdan keyin balanglarninki ma'rif haqida o'ylashsanglar, shu kasb ijodiylik boy bo'lgan bo'lishi ham insonlar o'tirisidagi cho'nqur hissiyoti bog'lanishni asos qiladigan bo'lishi kerak. Kerak deyman buni. Nima uchun? Bunda bo'lgan vaqtida bu ikki sahani mashina odamlar va onun aqsidagi sunniy aql hozircha aldirab olanmaydi. Chunki sunniy aqlning bir taraf qildigini o'zining ichiga kirgizilgan g'oyat zo'r uchurlar. Ularni qurashtirib, yangi narsani ishlab chiqarish qat'iy xeli mezgil ketadi. Buni xeli jiq tadqiqotlar, tajribalar va boshqa shakldagi o'ylashlar ketadi. Hozirning o'zida insonlar texi tattirib qo'ymayotgan, ham aldırıp tattirib qo'ymaydigan shu soha shu ishga. Endi buning qanday nimalar kirdi o'zini san'at sohasidagi ijodiyat, garchi hozir muzikani ishlatishga boshlayotdi, she'rni yozilishi mumkin, hikoyani yozilishi mumkin, bu sun'iy aqlliq sistemalar qo'rqinchli gap. Ammo turli shakldagi bu ijodiylik deganki vaqt gap qilib chek olmaydigan narsa bu. Mush sohaga balangni qiziqtirib, texnik muhim balangni hozirdan tortib shu soha bo'yicha ilginishga yetaklasang bo'ladi. An texnik bir g'alat anlagan bir yeri. Mushu sunniy aql haqidagi ijodiylik to'lgan, masalan, kodlash yoki boshqa shakldagi darslar bo'lsa-mu, balanglarni bersanglar bek muhim bo'ladi bu. Anadan keyin insonlar o'tirishga cho'nqur ijtimoiy aloqalar, masalan, psixologiya edi. Psixologiyaninki kasbini aldirab sunniy aql olanmaydi. Ma'lum daraja olalaydi. Ama inson bilan insonning o'tirisidagi hissiyotdagi bu bog'lanish yaman cho'nqur narsa bu. Buni bir ma'liq logikalik o'laklik formulalar bilan aldirab chiqarib bo'lmaydi. Garchi hozirgi ba'zi mashina odamlar
g'aljirliqla insonning hissiyotini o'rganishga tirishayotgan bo'lsa va ba'zi bir muvaffaqiyatni barliq keltirgan bo'lsa-mu, insonning hissiyotini to'liq o'zlashtirish va uni doğrashga xili ish ketadi. Bu bir soha. Aniga ba'zi bir saqliq soat kutinish jihatdagi ba'zi bir kasblar bor. Bular inson bilan inson o'tirisidagi cho'nqir bog'lish taraf qiladi. Hatto yoki garchi doktorxonalarda masalan mashina adam ishlatishga boshlagan bo'lsa-mu, ammo u mashina adam buyruqni ijro qiladi. Ammo insonlarga o'xshash insonning ko'z oldida ko'zni ichib og'riqda ingrayotgan bir insonningki qalbining cho'nqir qatlamlaridagi ehtiyojini aldirab tushunmaydi. Ham chatqim yo'q. Ham tushunishga qodir emas. Bu men hozir deb qo'yay sizlarga. Bu kelgusida kasb tanlashdagi nihoyatda bir muhim bir diqqat qilgan bir ish. Endi buningda yana nimani ko'ramiz degan vaqtda ma'rif gerçi hozir e'tirof qilmayotgan bo'lsa-mu, sunniy aqlninki g'oyat zo'r bir besimiga duch keladi. Chunki bizning ma'rifimiz, gerçi men keyin so'zlasam-mu, hozir azroq deb qo'yay, bilim ilish, bilimni saqlash va uni ishlatish, uni tajribaga aylantirish, amaliyot tatbiqlash orqali ne asos qiladigan klassik necha ming yillik bir klassik bir andazasini o'zgartmagan bir sistema. Ama hozir bu sunniy aql biz izlaydigan bilimlarni sekund emas, sekunddan kichik narsa deydi. Daqiqa, hatta shaqiqa degandek kichik bir birliklar bilan shu zaman chiqarib bera olish mumkin. Unda vaqtda maktab berib azaqdek o'qishning darsini anglab bilim olganning nima foydasi bor? Albatta, diplom uchun deymiz. Hatta agar kelgusida avtomatlashtirish o kadar küçüyüp gidip qolsa, xizmat tepish ta'sis etsa, qanday qilish kerak? Albatta, yuqori o'rlab, texnimi ko'p bilimlarni ham hozirgi jamiyat yanada nurg'unlagan kasblar va hozirgi jamiyat ehtiyoj bo'layotgan. Ba'zi sohalardagi ba'zi kasblar taqalayotdi, ba'zi sohalardagi yangi kasblar ichilayotdi. Bu insoniyatning taraqqiyoti, insoniyatda g'oyat zo'r bir mas iqtidorim bor. Buningdan nurg'unlagan ilgari nurg'unlagan insanlarni yer yüzüde yok qilib tas qolgan nurg'unlagan talafotlar bo'lgan inson, ya'ni o'zining maslashish qobiliyati va aql parosati bilan bu narsa yengib keldi. Ehtimol buningda shunday bo'lishi mumkin. Buning men ma'lum jihat umid bormi qarayman. Garchi yana bir tarafimdan men umidsizlikim bor bo'lsa-mu, ammo buni men har shikil tarafni ko'rsatib qo'ymasa bo'lmaydi. Hamda yana birisi nimaning gapi kelayli? Hararining gapiga. İnsan haqliqli bo'ladigan hayvondir dedi. O bir din sözümde. Haqliqli bo'ladi deganimiz menimiz haqlaymiz deydi. Endi yana bir haqlash, oddiy bir haqlashni deb berayman. Ehtimol siz anglagan bo'lishingiz mumkin. İngiliz deep fake deydigan bir narsa bor. Deep fake degan gap, buni men tarjima qila olmayman. So'z-so'z tarjima qilsam, cho'nqir saxtalik degan gap. Men so'zlayapman. Masalan, agar bir sunniy aql men haqida bir setçilik ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, oldidan mening ovozlarimni unalg'iga ilib, ovozimningki chastotalari, o'zgarishlari qatorliq nurg'unlagan narsalarni tadqiq qiladi. Ularning nazarida mening ovozlarim bir obyektiv, bir formulaga tushadi. Qaysi tovushda qanday chiqarman, qanday vaqtda chiqarman, qatorliqlar. O ma'nisidan hisoblashib ketmaydi. Mashinaning ma'nisini bilmaydi. Faqatla ovozninki chastotasi va boshqa alohida fiziklik alohidaliklar bilan mening ovozimni analiz qilib qo'ygandan keyin mening ovozimning bir qilipiga erishadi. Hamda ikkinchisi mening yuzimni oladi. Uchinchisi mening yuzim bilan mening og'zimning shaklini birlashtirdi. To'rtinchisi shu degan vaqtda meliqi mening ilib olgan ovozimning meliqi qilipiga yangi tekstni tushigizib meni so'ziltidi. Men uni so'zlamagan. Ammo bir video oldingizga chiqadiki, men so'zlamagan narsa ko'z oldingizga namoyon bo'ladi. Xuddi men so'zlayotgandek, dal mush shaklda so'zlayotgandek bir qiyofatda mening hozirgi da'vatqonlarim, mening e'tiqodim, mening kishilikim qatorliq nurg'un narsalarga bamboshqa tutunlay aksicha bo'lgan narsani so'zlab, o'zimni sharmanda qilishim mumkin. Bu nimani bildiradi? Ilgari biz hozir insonningki kimligida biz bir odam bo'la sifatimizdan kallamizda ko'zimiz, yüzümüz, ağzımız, yani bizdeki bir obrazımız bir bütünlük ega. Şunday bu. Men gap qilsam, men hozirgidek ko'z oldingizda haqiqiy gap qilgan vaqtda hamma narsam o'zim bilan bo'ladi.
Sünni aql bu hamma narsaning manni bo'lishini buzuydi. Ovozimni o tarafga, ko'zimning shaklini ma tarafga, chechimning shaklini ma tarafga, quloqimning shaklini ma tarafga ilib o'tib, xohlagan shaklda qayta qurashtirib chiqa oladi. Demak, men qayta qurashtirib bo'ladigan bir obyektka aylanadi o chaqda. Meningki o'zimningki badanimning bir butunlik bo'lgan huquqim yo'qaydi. Uni razil kuchlar o'zining maqsadiga ko'ra o'zininki yo'li bilan qaytadan qurashtirib, menga qarshi bir qurol ishlatalaydi degan. Shuning bilan biz cho'nqir bir ishonch yoki bir xil haqiqiylik krizisiga duch kelamiz. Haqiqatan bu so'zni mushtahavatamdi deydigan narsaga hozir bu jiq ishlatilmaydi, ammo pat arada bu agar diqqat qilinmasa ijtimoiy mediada bir g'oyat zo'r bir ishonch krizisi va haqiqiylik tuyg'usiniki qalayim qalashib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Hem şu arkalık abay dedik, bu Xitaylı'nınki mesela 100 tonuş, çıray tonuş texnikası arkalık bütün cemiyetini qanchalik kontrol qilayotganligini tasavvur qilish tas bo'lmaydi. Hozirning o'zida, hozir Xitoyda xohlagan bir odamningki nada bo'layotganligini, nima ish qilayotganini bilmasmi, qaysi bir koordinatsiya nuqtasining ustida, qaysi vaqtda, qaysi o'rin ekanligini bilish ancha qiyinga to'xtamaydigan bir narsaga aylandi. Bu nimani bildirdi? Uyg'urluğu turtdusun. Xitoyninki ichkiridagi Xitoylarmi mahiyatda üstü ochiq bir turmada yashayapti. Faqat üstü ochiq. Temi yo'q. Ammo kuzatish kameralari, razvedka kameralari hammani qapan. Xuddi turmalarning ichi kabi. Bu insanlarni kelgusida to'plashtirilib, institutlaştırib orqali boshqarishniki qo'rqinchli bir o'rniki. Yana takrorlayman. Shuning uchunmi Dünya iqtisod minbarining boshlig'i Klaus Schwabningki buni gapi bizning badallarimizni tikallashtiradi. Xitoy bizning kelgusidagi o'lgimiz. Nima o'lgi bo'lmoqchi sana? Irqiy qirg'inchilik olib bo'lgan va insonlarni ilham yer ustidagi jahannamda yashayotgan bir davlat sana nimalarda qandaq o'rnak bo'lmoqchi? Sen nima ish qilmoqchi? Seni maqsading nima? Bunu suallaşanlar gerek. Suallanlar, uygunlanlar. Hem de yana bir tez arada ötep ketadiğini bu sünni akıl arkalık avtonomiyalik kurallarını yani öz-özünü başqura alaydigan avtonomiya maqsadi shu, ma'nosi shu. Öz-özünü başqurish degan gapni bildiradi. Siyosiy ma'nosidan boshqa, bu texniklik ma'nosidan o'xshash. Öz-özünü başqura alaydigan. Bunda deganimiz gap o qurolni odam boshqarmaydi, balki sunniy aql o'z boshqaradi. Nishonni o'zi bekitadi, nishonni tekkizishga o'zi mas'ul bo'ldi. Qatorliq nurg'un ishlarni sunniy aql o'zi qilib ketalaydi kelgusida. Bu noat qo'rqinish qiladi. Ya'ni buningda odamning talabati azaytilganda qilgani bilan, ammo qarshi tarafga keltirilgan talabat qo'rqinish qiladi. Gerçi psixologiyada biz o'rgandikki, urush qatnashayotgan odamlarningki o'zi vayron qilmoqchi bo'lganlar bilan orliqi, fiziklik orliqi va hissiyoti orliqi qancha jiroq bo'lgan sari ulardagi bir xil qonxo'rlik shuncha kuchaygandek bu yerda shunday bir ish bo'lyotdi. Ammo insonni yana azroq bir hissdoshlik, insoniylik degan bir narsa bordi. Ammo mashina odamlar bunday narsa bu avtonomiyalik qurollarda bunday narsa, hissiyat degan narsa yo'q. Men dedim-ku, hissiyat yo'q, insondagi hissiyat bularida yo'q dedi. U bo'lsa-mu, u ajoyib bir hissiyat bo'ladi-ki, hozir buni faraz qilib bo'lmaydi. Chunki u ehtimol mashina bilan inson o'rtasida shakllangan bir g'alati bir xil hissiyat bo'lishi mumkin. Hatto insonga qarshi bo'lgan hissiyatni shakllanib qolishi mumkin. Bu jihatdami bu nurg'ulg'an qo'rqinchlar bor qarshi. Ya'ni o'ziga o'g'inish qobiliyati bor edi, sunniy aqlninki. Hatto bularninki ba'zi chaqlarda shu kutilgan nishondan qiyib ketadigan ahvollarim bor bo'ladi. Buyruqqa berilayotgan buyruqqa tam aksi inkas qaytargan ahvollar bo'ladi. Ba'zi vaqtda glitch deymiz, ba'zi bir texniklik ishlar bo'lib qolsa, butun sistema sarangdek ishlab ketishi mumkin. Shunga bu oldin kontrol qilolmaydigan omillar bizningki
Sünni akıl hakkındaki endişemizni tekrar küçeytiydi o. Ondan yana bir nokta sünni akıl gayet zor pul muamil krizisini keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni sun'iy aqlning hozir shu paychek bozorida ishlatilishi, paychek bozorininki bu faraz qilish bor-da, faraz qilishdan ma'lum bir ilgirki ham hozirgi belgilik bir qiliblar analiz qilindi. Shu orqali kelgusiga qarata ma'lum bir qiyoslar o'tirib qo'yildi. Mening oddiy tushunishimda. Ammo ba'zi vaqtlarda bu vaqtda hamda agar sun'iy aql yomon zo'r darajadagi paycheklarni bartaraf qiladigan bo'lsa, bu paycheklarda kichikgina bir payda chiqib qolgansiz, g'oyat zo'r paychekni oladigan yoki sotadigan ish chiqib qolsa, bozorni egizib pas qilish mumkin. Bu bir qancha qatim bo'lgan o'xshaydi. Shunga bu mablag' sag'ishdan yomon qo'rqitib o'tadi. Chunki bu yanala insonning kontrolda alqib ketgan mashina o'zi qaror qilayotgan bir jarayon bo'lish sifati bilan insonningki oldin ko'rishdan beqib ketmaydi. Onun kontroliga texim bakmaydı degan gap. Anandan keyin bu sun'iy aqldagi bir xil o'zini anqirish bir iqtidorini yetilyapti hozir. Bu o'zini anqirish deganimiz bu sezimlik bir canlılık desem madetsel bururluk oldu. Lekin sezimlik bir şeyga aylanadi. Sezimlik, sezimchan. Adı insanlık o'xshashda. İnsanninki bu maşinden yoki boshqa organik bo'lmagan modeldan farqlanadigan bir yeri insonda bir sezim bor. Tash va insonning farqida insonda bir sezim bor. Agar sun'iy aqlda bu xil sezim yetilsa, taraqqiy qildirilsa, o vaqtning o'zida bu sezim qanday bo'ladi? Bu bizningki hozirgacha hattoki bu parazlarimizdan olqib ketadigan bir ish bo'lishi mumkin. Uning ustiga bu sezimlar eng oxirisida insonlarningki kontrolligidan olqib ketadigan bir turkum bir yurish sun'iy aql alaylikni barliq keltirishi mumkin. Hamda biz hozir leksiyamizning dastlabki bir gap kelaylik, bugungi leksiyamizning. Ya'ni u gap sun'iy aqlni qanday qilgan vaqtida bir boshqarish yaxshi bo'ladi. Bu xatarlarni ko'rdik. Xatarlarning ba'zilari o qadar o'ylasa fantaziyaga o'xshab ketadi. Adamning qo'rqisi keldi, bir turib o'ylasa bu dunyoning bir xil komediyalik tusi, kulkulik, bema'nilik ish ketayotgandek bilinadi. Shundan bo'lib ketamdi tugidek. Ama cho'nqur, so'g'oqqan o'ylasak, bularningki bo'lishi faqat vaqt masalasi bilan qatorliqlar. Ham uning ustiga hozir eng real bo'layotgan ishlarning birisi kimiki sun'iy aqlda ustunlik egallasa, bundan keyingi dunyoningki turli sohalarda ustunlik egallaydi. Mayli u iqtisodiy soha bo'lsin, harbiy soha bo'lsin, saqliq meditsina sohasi bo'lsin, yoki siyosiy soha bo'lsin. Shu hattoki bu bizning ko'rayotganimiz hozir dunyodagi eng cho'ng ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi kundan kunga o'tkazilishayotgan sun'iy aql texnikalarini cho'rdigan bir raqobatni ko'ryapmiz. Yaxshiki Amerika hukumatiningki Xitoyga eksport qilinadigan yerim o'tkazishga qo'ygan bir cheklamasi bor bu yerda. Ama Xitoy hamda josuslik va boshqa turli yo'llar bilan bu texnik jihatdagi uzukchilikni va kamchilikni to'ldirishga tirishyapti. Ammo qanchalik qilyapti, u hozircha aniq emas. Ammo odamlar ansiradigan menda bir necha nuqtalar bor. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu sun'iy aqlni cho'rdigan bu raqobatda. Hamda birinchisi Xitoyni bilamiz. Bir partiya, bir rahbar, bir davlat, bir millat degandek faşistik
bir ideologiya üstü kurulgan bir devlet. Şuna onun texnikası mı devletninki. Xitoydagi hech qaysi texnika kompartiyaning kontrollisiz mavjudlab turolmaydi. Shuningdek, sun'iy aql ham shundoq. Gerçi sun'iy aql Xitoyda ma'lum shirkatlar tarafidan elib berilayotgandek ko'rinsimi, ammo eng oxirgi kelgan vaqtda uni kontrol qilganini yanalla Xitoy Kommunist partiyasi. Endi Amerikani cho'g desanglar, Amerikadagi sun'iy aql haqidagi tadqiq qilayotgan eng oldi turadigan shirkatlar va kooperativlarniki yoki bizningki dehqon tilimizda kooperativlarniki cho'ng-cho'ng, haddidan ziyod cho'ng shirkatlarni da'vataman. Bularningki ko'pinchisi mustaqil, davlatga biqmaydi. Gerçi davlat hozir mush g'arb davlatini qarasanglar, davlatningki nurg'unlagan cho'ng-cho'ng hukumat o'rinlarininki shaxsiy shirkatlar bilan nihoyat cho'nqur munosabat borligini ko'rsizlar. Xitoydagidek emas. Ammo shunda bo'lsa, hukumat nurg'unlagan pullarni xarjlash orqali, masalan, Amerikaninki mudofaa ministrligi desak, nurg'unlagan texnikalarninki u bu yerlik ishlatadi yoki u bulda oladi. NASA ham shundoq. Demak, bu jihatda ilib o'tgan vaqtda Amerika ma'lum jihatda bir qadar ojizroq o'rinda turdi. Nima uchun degan vaqtda bu sun'iy aql texnikalari Xitoydagidek zo'r darajada kontrol ostiga ilinmagan. Ammo yaxshiki, Xitoyning hozir bu sun'iy aql haqidagi texnikalar Amerikaniga yetmaydi. Xili uzoq bir masofa bor o'rtasida. Bu yaxshi. Ammo bu qanchalik bo'ladi? Bu yanada kelgusi ko'zishlik bir nuqta bo'ladi. Ammo Xitoy buning uchun jon-jahd bilan buni nim qilyotadi, taraqqiy qildiryotadi. Uning ustiga Xitoyninki, masalan, tashqi ishlar ministrligininki ba'zi bayonotlarni olsanglar, Amerikaninki shu yerim o'tkazishga bo'lgan embargoga qarta g'oyat zo'r bir noroziliklari bor. Chunki avi chin qilyotadi. Qattiq tirkishyotadi. Sabab shu. Andan abay deb o'tganimizdek Xitoyninki bu masalan bu texnikaga yoki yerim o'tkazgichlarga bo'lgan ehtiyoji ehtimol vaqtning o'tishi bilan ojizlashi mumkin. Chunki sun'iy aqlning taraqqiyotida yerim o'tkazgichlarning roli asosan ojizlashi mumkin. Bunda bir yuzlish taraz qilib bo'ladi. Unda bo'lgan vaqtda Xitoy ya o'zi ishlab chiqargan yoki yerim o'tkazgichlardan olqib yoki yandab o'tib ketadigan ba'zi texnikalarga murojaat qilish mumkin qatorliqlar. Hamda oxirisida biz hamda yig'in chaqayli sun'iy aql g'arb jamiyatini emas, balki butun insoniyat jamiyatini g'oyat zo'r darajada o'zgartirib o'tadi. O'ylab boqinglar, 10 yil ilgariki telefonninki, qo'lonliki, yonfonninki iqtidorlari bilan hozirgi yonfonning iqtidorlari o'rtasida osmon zamin farq qiladi. Yomon zo'r farq bor. Hozir yonfonsiz yashag'ili bo'lmaydi deyishga bo'ladi. Agar yonfonda bir sun'iy aql bor deyilsa, demak biz sun'iy aqlsiz yashayolmaydigan bir holatga kelyapmiz. Bir hisobda yaxshi sun'iy aql bizningki, masalan, shu yonfondagi texnikalarni tilga olsak, nurg'unlagan bizningki ehtiyojlarimizni oson qildi va ehtiyojimizni yaxshi chiqdi. Yaxshi tarafi. Ammo agar bu texnikalar, yonfon texnikasi emas, boshqa nurg'un texnikalar yomon qo'llarning qo'llarga tushib ketsa, bu vaqtda uningki oqibatini tasavvur qilish nihoyat tez bo'ladi. Bu sun'iy aql xuddi nurg'unlagan boshqa o'tkir texnikalarga o'xshash, masalan, ximiyalik qurollar, biologiyalik qurollar va atom qurollariga o'xshash qo'shbisiq shamsharga o'xshaydi. Yaxshi qo'llar tushsa, yaxshi qo'llar ishlatsa, masalan, yadro qurollarini odam o'ldiradigan narsa qilish qilmay, ya'ni tok chiqaradigan narsa qilsa, masalan, bu muhit qiymat zo'r cho'ng ta'sir bo'lmaydi. Agar yaxshi saqlansa, yaxshi bir kontrol qilinib boshqarilsa, yaxshi bo'ladi. Ammo o'xshash bir yadro energiyasini ikki xil narsaga ishlatgan bo'ldi. Yoki odamni o'ldiradigan, yo odamningki ehtiyojidan chiqadigan. Bu shu texnika kimningki ega bo'lishidan bog'liq bo'ldi. Ammo bu sun'iy aqlningki bir yeri bu shaxslarning qo'lida, uning ustiga uning ko'payishi tez bo'ladi.
texnikasi qatlanıp meňaty hazır. Yani 5 ýyllyk texnikalar hazır aldybryn 70 aylanıp kaldy nurgun jätilde. Unda boğa wagtda bunu başguruşdymy ýeňi hırysy çykyp turgandan eken, zaten nimeni başguruş, kanda başguruş hakkında hökümetlerninki oturusdaki bir kelişimnin kelişi, dünyavi bir başguruş mexanizminin ornatılışıga heli ýyllar getiş mümkin. Onun üstüge hazır derjeden taşqary döwletler mesela Xitay deyimiz, Amerika deyimiz, Russiya deyimiz, Avrupa ittifaqı. Bular oturusda sünni aqlını çördep ep berilatkan texniki raqabeti küçeygen siri bunu başquruşdan köre hazır hemmisi özünün terakki kıldırışqa düşüp bir-birisine yeňiş düşüp atady. Bu İngilizce bir gep bar, Sum Zero Game deydigan, yani bu bir xil oyun nimesi, kaidesi bu. Bunun mänisi karşı tarapny bütünley maglup kıladigan bir xil nimeni körsatdi. Bu bir xil oyunny körsatdi. Hem biz hazırkyda muşunday närseni görümiz. Yani bu ýerde nimjan boladigan yerim ýeňildigan üzülkesil weýran gaşyn közleş bolgandan eken bu dünyavi bir rakabetni şekillendirdi ve bu rakabet dünyavi bir başgaş mexanizmyň barlyk kelişini keçikdirdi. Eger onu mümkinsiz kılmasymı keçikdirdi demekçi. Onun üstüge bu sünni aqlynki muş bulapmy ijtimai medialdyk roli, onunki texnikasyny işletiş qatarlyklar bizninki köz garaşlarymyzdaki qandaq elip berilişi, hatta bizninki kallamyzdaki qandaq täsirge uçuruşy ve qandaq jüýlüşi qatarlyk manipulasiýa kılınç qatarlyk nurgullygan sahalegini çetlip berdi. Bek zor özgürlükler bolup atdy. Uçur yamanjak bolup ketip atdy. Hem insanlar bu uçurlardan zayet zor bir uçurlarnınki aslında o kadar akıllık bolup ketmedi, ýa-ki gayet zor näsilini bir ijadkar bolup ketmedi. Bu bir galety iş. Nurgun insanlar bu ýerde bir uçurga nisbeten bir argyllykyny şekillenip atdy. Anandaki siyasi sahelde mi bu sünni akıllarına işli bolapmy saylamda mesela kanda uçur taqiş, nimelerni deyiş, kanda qılıp kişilerninki kallasyny özgertiş, qaymak turuş yoki ularni manipulasiya qilish qatarlyk jihatida bu texnika asta-asta ünümlik kollanışga başlap atady. Anadaki başka ijtimai sahalerde deyli, texniki bir sahal deyli, sünni aqlynki bizning turmuş körsatgan täsiri nähayat zor bolup atady. Şunun üçin men şundaq diýelermenki, bizninki bu äsrimizdeki insanlar uçuraydigan en çoň hıryslarnyň birisi sünni aql. Hem de hoddi başka insanlarnınki ixtiralarga okşaş, bu bir insanın ixtirası insan üçün yardam kılıdı, hizmet kılıdı dep izgi bir niyet bilen başlangan bilen ahirista biz peraz kılanmaydıgan, kontrol kılanmaydıgan, hatta ahı yanda kılanmaydıgan akıbetlerini keltirip çıkış mümkün. İzgi niyet her vakit izgi neticeden ahirlaşmaydı. Bunu bilirse insanın tarihte bu nayet zor iş bolgan. Şununla bir vakitte insan cemiyeti demo özüge kelip atkan bu hırslarını aldın körelaydigan, onunla tedbir düzelaydigan ve özünü qutquzalaydigan bir iqtidarmy bar. Bu jihatdan yana Allah ümit bar. Buluşumuz haqlyk. Hamda men bugünkü dersimni şat ahirlaştırman. Kiler qitim biz media cümleden ijtimai media hakkında toxtalymyz. Bununda biz medianınki nimeliki hazır garipde medianın qanday ketip atkanlygy, media aldyky hazırky türlük yalgan uçurlar, saht uçurlar, suiqasd nazariýalarynın qanday meňep atkanlygy, yani insanlarnınki en ahyrda media aldan qanday menfaatlanıp atkanlygy we şunun bilen bir wagtda kontrol kılınıp atkanlygy qatarlyk mesele hakda sözleýmen. Hudda bugünkü okşaş kilerki leksiyamizdeki bu köňlümizni açydygan taraplarym bar, hem bizni ensirdigan taraplarym bar. Hoş, bugünkü leksiyamiz müşähetdigide hem de hemmeňlarga amallyk, hoşbaqlyk dileýmen. Kiler qatymlyk dersimizde görüşelim. Hayır hoş.